Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi yangi darsimizda sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz biz oldingi qatimliq darsimizda so'zlab o'tgan oddiy o'tgan zaman degan darsimizning davomi bo'ladi, savatdoshlar. Biz oldingi qatimliq darsimizda nimani so'zlab o'tgan edik, savatdoshlar? Oddiy o'tgan zamanning ishlatilish o'rinlari va BPL'lik jumla qurilmasini so'zlab o'tgan edik, savatdoshlar. Ya'ni oddiy bo'lgan bo'lishliq bayon va savol jumla, bo'lishsiz bayon va savol jumla shakllarini so'zlab o'tgan edik. Endi bu qatimliq darsimizda cho'diganimizda oddiy o'tgan zamandagi harakatlik fi'il degan qismini so'zlab o'tamiz, savatdoshlar. Biz harakatlik fi'ilni nima bilan ifodalab olgandik? Du bilan ifodalab olgandik, savatdoshlar. Endi biz oddiy o'tgan zamanda du degan bu fi'ilimizning o'rniga did degan fi'ilni ishlatishni o'rganamiz, savatdoshlar. Undaqda matarab qarab baqayli, verb deganimiz nima edi? Fi'il degan gapdi. Biz bu inglizchadagi fi'ilni o'z ichidan qanchaga bo'lib olgan edik? Ikkiga bo'lib olgan edik, savatdoshlar. Be va do. BPL va DoPL deb biz buni ikkiga bo'lib oldik va BPLni harakatsiz fi'il deb atadik va harakat bo'lmagan jumlalarda biz bu fi'ilning muvofiq shakllarini qo'llandik. Ish harakat bo'lgan jumlalarda-chi DoPLning o'rniga muvofiq fi'illarni qo'yib shu bo'yicha ishlatdik, savatdoshlar. Biz oddiy hozirgi zamon degan darsimizni o'ylab baqsak, biz u yerda DoPLning o'zini ishlatgan edik, ya'ni fi'ilning asli shaklini ishlatgan edik. Endi bu oddiy o'tgan zamonda qanday bo'ladi desak, savatdoshlar, biz bu fi'illarning aslini ishlatmasdan fi'illarning o'tgan zaman shaklini ishlatishimiz kerak. Ya'ni so'zlash degan fi'il bo'lsa, so'zladi. Yugurish degan fi'il bo'lsa, yugurdi. Mang degan fi'il bo'lsa, mangdi degandek biz bu fi'ilning o'tgan zaman shaklini qo'llanamiz, savatdoshlar. Va buni biz nima deb atapdik? Did deb atapdimiz. Do deganimiz nima edi? Fi'ilning asli shakli. Did deganimizcha fi'ilning o'tgan zaman shakli bo'ladi, savatdoshlar. Endi biz bu fi'ilning o'tgan zaman shaklini qanday yasaymiz degan savolga kelgan vaqtimizda mayarga qaraylar, savatdoshlar. Biz harakatlik fi'il, ya'ni do fi'il degan bu fi'illarni regular va irregular deb ikkiga ayirib olamiz, savatdoshlar. Regular deganimiz nima ekan? Qoidalik. Irregular deganimizcha qoidasiz fi'il degan gap, savatdoshlar. Ya'ni ingliz tilidagi harakatlik fi'il deganimiz bu fi'illar qoidalik va qoidasiz deb ikki guruhga bo'linadi. Endi biz bu harakatlik fi'illarning o'tgan zaman shaklini yasash uchun mushu hozirgi biz ayirib olgan ikki guruhga qarab turib muomala qilamiz, savatdoshlar. Ya'ni qoidalik fi'illarning shakllari ayrim bo'ladi, qoidasiz fi'illarning shakli ayrim bo'ladi. Undaqda biz oldi bilan regular, ya'ni qoidalik fi'illarning o'tgan zaman shakli qanday bo'ladi? Buning qoidasiga qarab baqaylar, savatdoshlar. Bu turdagi fi'illar qaraydigan bo'lsak, hozir o'zining ma'nosini chiqib turadi-da, qoidalik deyotadi. Ya'ni ma'lum bir qoidalarni qabul qiladi, shu qoidalarga tushidi deyotadi-da. Bu turdagi fi'illarning o'tgan zaman shaklini yasash uchun, savatdoshlar, birinchi qoidamiz nima deb yozibdik? ed deb yozibdimiz, savatdoshlar. Bu nima degan gap desak, normalda qoidalik bir fi'ilning keyniga biz ed qo'shimchasi qo'shish orqali shu fi'ilning o'tgan zaman shaklini yasaymiz, savatdoshlar. Ya'ni normalda bir qoidalik fi'ilning keyniga biz ed qo'shimchasi qo'shish orqali qanday qiladi ekanmiz? O'tgan zaman shaklini yasaydi ekanmiz. Undaqda qarab baqayli. Call deganimiz nima edi? Telefon qilish, chaqirish degan gap, shundaqmi? I call. Ma'nosi nima? Men telefon qilaman degan gap, Agar men telefon qildim deb bu jumlaning o'tgan zaman shaklini, ya'ni bu fi'ilning o'tgan zaman shaklini yasamoqchi bo'lsak, qanday qiladi ekanmiz? Fi'ilning keyniga birinchi qoidamiz bo'yicha ed qo'shib ekanmiz, savatdoshlar. Undaqda buning keyniga qo'shib baqaylar. I called. Ya'ni bu ed qo'shimchisini qo'shib called deymiz, I called. Ma'nosi men telefon qildim. I called him yesterday. Ma'nosi nima bo'ldi? Men tunugun uningga telefon qildim degan ma'nosi chiqadi, savatdoshlar. Ya'ni bilib olmoqchi bo'lgan asosli qoidamiz mushu. Qoidalik fi'illarning o'tgan zaman shaklini yasash uchun qanday qiladi ekanmiz? Shu fi'ilning keyniga ed qo'shib qo'ysak, bu fi'il o'tgan zaman shakliga o'zgargan bo'ladi ekan. Ya'ni qoidalik fi'illarning o'tgan zaman shaklini yasashdagi asosli qoidamiz mushu bo'ladi, savatdoshlar. Endi buning ichidagi ma'lum farqlari bo'lgan boshqa qoidalarni o'rganib o'tamiz. Ikkinchi usul qarasak, nima debdimiz? YIED deb yozibdimiz. Endi bu nima degan gap desak, savatdoshlar, agarda bir fi'il y harfi bilan oxirlashib, bu y harfining oldidagi harf, ya'ni y ga qo'shni bo'lgan harf, uzuk tovush bo'lgan sharoitda y o'chirilib, IED qo'shimchasi qo'shish orqali bundaq fi'illarning o'tgan zaman shaklini yasaymiz.
Ya'ni y ay harfiga ojizlashidi, uning keyindan id qo'shimchasi qo'shimiz deb bilib olsak bo'ladi. Sharti nima ekan buning? Shu fe'l y harfi bilan oxirlashishi va y ning oldidagi qo'shni bo'lgan harfi uzuk harf bo'lishi kerak ekan, ha? Undaqda biz matarab qarab boqaylik. Study tarjimasi nima? O'rganish degan gap, ha? Endi biz bu o'rganish degan fe'lni o'tgan zamon shakliga qanday akilamiz degan vaqtimizda qarasak, bu fe'l y harfi bilan oxirlashibdi va birinchi shartga tushibdi. Endi bizning ikkinchi shartimiz nima edi? Y ning oldidagi, ya'ni y ga qo'shni bo'lgan harf uzuk harf bo'lishi kerakdi. Qarasak, D harfi bor ekan. D deganimiz uzuk harf. Shundaqmi savoqdoshlar? Shuning bilan ikki shart hozir bo'lgan bo'ldi. Mushundaq sharoitni biz qanday qiladi ekanmiz? Y ni o'chirib o'tib IED qo'shimchasi qo'shid ekanmiz. Ya'ni y harfi ayga ojizlashadi ekan va ed qo'shimchasini akiladi ekanmiz. Shuning bilan y qanday bo'lib ketdi savoqdoshlar? O'chirib o'tdik. Studied. You studied English. Tarjimasi sen ingliz tilini o'rganding. You studied English yesterday. Sen tunugun ingliz tilini o'rganding deb tarjimasi chiqadi. Endi uchinchi qoidamiz qanday deganimizda double ed debdimiz. Double deganimiz nima? Qo'sh, ikki tal demakchi. Uning keyinidan ed debdi. Endi bu nima degan gap desak savoqdoshlar, ba'zi qoidalik fe'llarda agar shu fe'l uzuk harf bilan oxirlashib, bu uzuk harfning oldidagi, ya'ni qo'shni bo'lgan harfi so'ziq harf bo'lgan sharoitda bu tugagan uzuk harf bir qatim takrorlangandan keyin uning keyiniga ed qo'shimchasi qo'shimiz degan gap, savoqdoshlar. Undaqda bu fe'lga qarab baqsak, stop. Stop deganimiz nima edi? To'xtash degan gapda savoqdoshlar. Keyiniga qarasak, p harfi bilan oxirlashibdi. P deganimiz nima? Uzuk harf. Birinchi shart o'rindaldi. Uning oldidagi harf qarasak, O. O deganimiz nima? So'ziq harf. Ikkinchi shartmi o'rindaldi, shundaqmi savoqdoshlar? Mushundaq sharoitda tugagan harf qanday qiladi ekanmiz? Bir qatim takrorlaydi ekanmiz va uning keyinidan ed qo'shimchasini qo'shadi ekanmiz. Stop it. To'xtadi deb tarjimasi chiqadi. We stop it. Biz to'xtadik deb tarjima qilamiz, savoqdoshlar. Keyin qarasak, regret. Regret deganimiz nima? Pushaymon qilish. Endi biz bu fe'lni pushaymon qildi degan o'tgan zamon shakliga o'zgartirish uchun savoqdoshlar qaraydigan bo'lsak, regret T harfi bilan oxirlashibdi. T deganimiz nima? Uzuk harf. Birinchi shartga tushdi. Ikkinchi shart nima edi? Bu tugagan harfning oldidagi harf so'ziq harf bo'lish kerakdi. Bu shartga qarasak, I harfi bor ekan, bu shartga tushdi. Shundaqmi? Mushundaq bo'lgan sharoitda qanday qiladi ekanmiz? Bu tugagan harfni, ya'ni T harfi bilan tugabdi. T ni bir qatim takrorlagandan keyin ed qo'shimchasi qo'shimiz, savoqdoshlar. Shuning bilan nima bo'lib ketdi? Regretted bo'lib ketdi, savoqdoshlar. We regretted. Biz pushaymon qildik. I regretted. Men pushaymon qildim. You regretted. Sen pushaymon qilding degan tarjimasi chiqadi, savoqdoshlar. Ammo hozir so'zlab o'tgan tugagan harfni takrorlagandan keyin ed qo'shimchasi qo'sh qoidamiz bayatdan so'zlab o'tganimizdek ba'zi so'zlarda muji bo'yicha bo'ladi. Ya'ni buning oxiridagi harf takrorlanmasdan ed qo'shimchasi qo'shiladigan mustasno bo'lgan shakllarimi bor, savoqdoshlar. Masalan, buning qaraydigan bo'lsak, visit. Visit deganimiz nima? Ziyorat qilish, yo'qlash degan gap. Bu fe'lga qarasak, oxirisi T harfi bilan oxirlashibdi va buning oldidagi harf so'ziq harf bo'pti. Biz hozir o'rgangan qoidamiz bo'yicha T'ni takrorlab, uning keyindan ed qo'shishimiz kerakdi, shundaqmi? Lekin bu fe'lga kelgan vaqtimizda biz bu T harfini takrorlamasinlar, ed qo'shimiz. Bundaq fe'llarni ayirishning ba'zi usullari bor. Buni keyinchi bilib olsak bo'ladi, savoqdoshlar. Ya'ni hozir qaymoqib qolmasligimiz uchun. Endi 4-chi qilib bilmoqchi bo'lgan nuqtamiz nima deganimizda savoqdoshlar, biz oldingi qoidamizda agar bir fe'l uzuk harf bilan oxirlashib, uning oldidagi qo'shni bo'lgan harf bir tal so'ziq tovush bo'lsa, biz bu tugagan harfni takrorlab ed qo'shimiz degan edik, shundaqmi? Endi agar bir harf y, x, w harflari bilan oxirlashib, oldida so'ziq tovush kelgan taqdirdami, bular takrorlanmasdan yoki ojizlashmasdanla keyiniga ed qo'shimchasi qo'shimiz, savoqdoshlar. Masalan, stay tarjimasi nima? Turish degan gap. Keyin qarasak, y bilan oxirlashibdi va buning oldidagi so'ziq tovush a harfi ekan, savoqdoshlar. Biz y bilan oxirlashgan fe'llarni ikkinchi qoidamizda so'zlab o'tgan edik. Nima degan edik?
Agar fe'l y bilan oxirlashib, buning oldidagi harf uzuk harf bo'lsa, y ayga ojizlashadi deganidir. Endi bu yerda-chi y'ning oldida nima bor ekan? Ey so'zi harfi bor ekan. Shuning uchun bu qoida bu yerda ishlamasa vaqtda ishlamaydi. Shuning uchun buning qanday qilamiz? Faqat id qo'shimchisi qo'shimiz vaqtda. Keyin qaraydigan bo'lsak, fix debdimiz. Fix deganimiz nima? O'ngshash degan gap. Qarasak, ikki harf bilan oxirlashibdi va oldidagi harf so'zi qaribgan. Buni biz qanday faqatlam keyniga id qo'shimchisi qo'yish orqali o'tgan zaman shaklini yasaymiz vaqtda. Fixed bo'lib ketdi. Snow. Snow deganimiz nima edi? Ism bo'lgandagi ma'nosi qor. Fe'l bo'lgandagi ma'nosi-chi qor yig'ish degan gapdi. Qarasak, w bilan oxirlashibdi va oldidagi harf nima ekan? O so'zi qarib ekan. Bundaq sharoitni qanday qiladi ekanmiz? Bu harfni takrorlamasdinla oxiriga id qo'shimchisini qo'shib, bu fe'lning o'tgan zaman shaklini yasaydi ekanmiz. Ya'ni bu harflar bilan oxirlashgan fe'llarning qoidasi mushu bo'yicha bo'ladi vaqtdoshlar. Shuning bilan biz hozir qoidalik fe'llarning o'tgan zaman shaklini yasash qoidalarini o'rganib o'tgan bo'ldik. Endi matarifga qarasak nima debdimiz? Qoidasiz fe'llar bor ekan, ha? Endi biz bu qoidasiz fe'llarning o'tgan zaman shaklini qanday qilamiz deganimizda saboqdoshlar, buning o'zining ma'nosini chiqib turyapti-da. Men qoidasiz fe'l deyapti. Ya'ni sening bayatdan so'zlagan qoidalaringga men tushmayman deyapti-da. Mening o'z oldimga bir qoidam bor deyapti. Bundaq fe'llarni qanday qilamiz deganimizda, qoidasiz fe'llarning o'tgan zaman shakli bizga kitoblarda berilgan bo'ladi. Biz bundaq fe'llarning o'tgan zaman shaklini shu bo'yicha yodlab olamiz va shu bo'yicha ishlatsak ham bo'ladi saboqdoshlar. Buni biz o'zimiz o'zgartirmaymiz. Qanday qiladi ekanmiz? Bizga inglizcha kitoblarda berilgani bo'yicha yodlab oladi ekanmiz, shu bo'yicha qo'llanadi ekanmiz. Ammo qoidasiz fe'llar, qoidalik fe'llarga o'xshash o qadar ko'p emas. Biz faqat ham bularni yodlab olsak bo'ladi saboqdoshlar. Qaraydigan bo'lsak, bir qancha qoidasiz fe'llar bor ekan. Do'ning o'tgan zaman shaklini bo'lib saboqdoshlar did. Go'ning o'tgan zaman shakli-chi went. Getning o'tgan zaman shakli-chi got. Mushu bo'yicha yodlab olamiz saboqdoshlar. Endi biz hozir mayli qoidalik fe'l bo'lsin yoki qoidasiz fe'l bo'lsin, bu fe'llarning o'tgan zaman shakllarini o'rganib bo'ldik. Endi biz buni jumlachada qanday qo'llanamiz? Bu yerga qarab boqaylik saboqdoshlar. Biz oldingi qatimliq darsimizda oddiy o'tgan zamondagi bo'lishliq bayon jumlaning shaklini yozib chiqqan edik. İge, fe'l, to'ldirg'uchi. Ya'ni birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda fe'l keladi, uchinchi o'rinda to'ldirg'uchi va boshqalar keladi degan edik. Va fe'lni qanday qildik? Ikkiga ayirib oldik. Oddiy o'tgan zamonda be fe'lning was yoki were shakli keladi ekan, do fe'lning-chi did shakli, ya'ni o'tgan zaman shakli keladi ekan, saboqdoshlar. Mushu bo'yicha qarab boqaylik. Birinchi o'rinda igi keladi ekan, ikkinchi o'rinda fe'lning o'tgan zaman shakli keladi ekan, uning keyindan boshqalar keladi ekan, ha? Undaqda birinchi o'rinda nima keldi? Birinchi o'rinda iga keldi, shundaqmi saboqdoshlar? Igining keyindan nima kelish kerak ekan? Fe'l kelish kerak ekan va fe'lning qaysi o'tgan zaman shakli kelish kerak ekan? Biz bayam call degan fe'lning o'tgan zaman shaklini yasab edik. Nima bo'lgan edi bu? Called bo'lgan edi saboqdoshlar. I called. Buning keyiniga nima yozaylik? Him deb yozaylik. I called him. Tarjimasi men uningga telefon qildim. Ya'ni burun bo'lgan bir ishni ifodalab beryapti-da. Men uningga telefon qildim. Men uni chaqirdim degan ma'nosi chiqadi. I called him. Birinchi o'rinda igi keldi, ikkinchi o'rinda fe'lning o'tgan zaman shakli keldi, uning keyindan boshqalar keldi saboqdoshlar. I called him yesterday. Tarjimasi men tunugun uningga telefon qildim deymiz, ha? You called him. Sen uningga telefon qilding. He called him. U uningga telefon qildi. U uni chaqirdi degan tarjimasi chiqadi. Mayli u birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs, birlik yoki ko'plik bo'lsin, hammasining qoidasi o'xshash. Biz oddiy hozirgi zamon degan darsimizni so'zlagan vaqtimizda uchinchi shaxs birlikni qanday qilgan edik saboqdoshlar? Buning qoidasi ayrim bo'ladi degan edik. Ammo bu darsimizda mayli u qaysi shaxs bo'lishidan qat'iy nazar hammasining qoidasi o'xshash. Birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda fe'lning o'tgan zaman shakli keladi, uning keyindan to'ldiruvchi boshqalar kelsa bo'ladi saboqdoshlar. I called him. Birinchi o'rinda igi keldi, ikkinchi o'rinda fe'lning o'tgan zaman shakli keldi, uning keyindan boshqalar keldi. Ya'ni buning jumla qurilmasi biz oddiy hozirgi zamonda so'zlab o'tganimiz qoidalar bilan o'xshash. Faqatlam fe'lning asli kelmasdan qaysi keladi ekan saboqdoshlar? Fe'lning o'tgan zaman shakli keladi ekan. I called him. You called him. You studied English. Sen ingliz tilini o'rganding deb mushu bo'yicha tuzimiz saboqdoshlar. Endi buning bo'lishliq savol shakli qanday bo'ladi deganimizda saboqdoshlar, biz oddiy hozirgi zamonda bo'lishliq savolni qanday so'ragan edik?
igining oldiga do qo'ygan edik, shundaqmi? Endi bu darsda qanday qilamiz deganimizda igining oldiga did qo'yamiz, saboqdoshlar. Qanday qiladi ekanmiz? Do qo'ymasdan did qo'ydi ekanmiz. Endi savol so'ragan vaqtimizda bu yerdagi fe'illarning o'tgan zaman shakli kelmasdan saboqdoshlar, fe'ilning asli shakli keladi. Savol so'ragan vaqtimizda. Did I call him? Men uningga telefon qildimmi deb mushu bo'yicha bo'ladi saboqdoshlar. I studied English. Did I study English? Ya'ni savol so'ragan vaqtimizda fe'ilning asli shakli keladi. Mushuni bilib olsak bo'ladi saboqdoshlar. Endi uchinchi jumla shaklimiz nima saboqdoshlar? Bulutsiz bayon jumla shaklida, bulutsiz bayon jumla shakli. Ya'ni men telefon qilmadim, men u yerga bormadim, men ingliz tilini o'rganmadim deganga o'xshash bulutsiz bayon jumla edi. Endi bu jumlani qanday tuzamiz deganimizda diqqatga saboqdoshlar. Igi bilan fe'ilning o'ttirisiga did not qo'yamiz saboqdoshlar. Did not. Bu odatda qisqartirilib didn't bo'lib ketadi saboqdoshlar. Bu qisqartirilib didn't bo'lib ketadi. I did not call him. Diqqat qilsak bu yerda qanday ekan? Fe'ilning asli shakli ketadi ekan, ya'ni id o'tgan zaman shakli kelmaydi ekan. Qayerda? Bulutsiz bayon jumla shaklida. I did not call him. I did not study English. Mushu bo'yicha bo'ladi saboqdoshlar. Oddiy hozirgi zamonda nima degan edik? I don't study English. I don't call him degan edik. Bu yerda I did not debdimiz. Ya'ni do nimaga o'zgaribdi saboqdoshlar? Did o'zgaribdi. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. You did not call him. You did not study English. Bulutsiz bayon jumla shakli mushu bo'yicha. Endi 4-chi xil qoidamiz nima edi? Bulutsiz savol jumla shakli qanday bo'ladi deganimizda, buni oldindagi darslarga o'xshaydi saboqdoshlar. Shu did not bilan igining o'rnini almashtirib qo'ysak, bulutsiz savol jumla tuzgan bo'lamiz saboqdoshlar. Did not I call him? Bu yerdami fe'ilning asli shakli keladi saboqdoshlar, diqqat qilaylik. Did not I call him? Men uningga telefon qilmadimmi? Did not I study English? Men ingliz tilini o'rganmadimmi? Did not you study English? Sen ingliz tilini o'rganmadingmi? deb tarjimasi mushu bo'yicha bo'ladi saboqdoshlar. Bu darsimizning bu jumla shakllari biz oldida so'zlab o'tgan oddiy hozirgi zamon degan darsimizning jumla shakllari bilan asosiyatdan o'xshash bo'lg'achqa, buni bek kengaytirib so'zlamadik. Asosiy qoidalari shuning bilan o'xshash, faqatlam u darsimizda fe'ilning asli shakli keladi. Bu darsda fe'ilning o'tgan zamon shakli keladi ekan, mushlarni bilib olsak bo'ladi saboqdoshlar. Bulutsiz yoki savol jumlalarda oldingi darsda nima keladi? Do qo'yiladi, buningda did qo'yiladi ekan saboqdoshlar. Yana bir diqqat qilgan nuqtamiz, oddiy o'tgan zamanda faqatlam buluşliq bayon jumlalarda fe'illarning o'tgan zaman shaklini qo'llanadi ekanmiz. Boshqa jumla shakllarida fe'illarning asli shaklini qo'llanadi ekanmiz. Mushlarni bilib olsak bo'ladi. Bugungi darsimiz mushaylik bo'ladi saboqdoshlar. Darslarning saboqdoshlariga yaxshi tushunishli bo'lishini umid qilaman. Kelajak qatimliq darsimizda ko'rishganmizlar. Allohga emanet.